darvozalaring yaxshi, mustahkam, baquvvat ekan. Ko'rdim, hammasi yaxshi, joy-joyida. Buni hech qanaqa kamchilik topolmadim. Assalomu alaykum. Biz YouTube ijtimoiy tarmoqda kuzatib obunachilarimiz navbatdan darvozamizda Namangan viloyati Obga olib kelib o'rnatdi. Xudo xohlasa Samarqand hozir original holatda bo'lgan Samarqand hozir darvozamiz shu hojibomlarga obstrovkasini qilib berdi. Hojibom bir YouTube ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchilarimiz bir ikkalamiz kirik. Darvozaga yoqtirma, sifatlar haqida. Ajoyib, darvozalaring yaxshi, mustahkam, baquvvat ekan. Ko'rdim, hammasi yaxshi, joy-joyida. Buni hech qanaqa kamchilik topolmadim. Rahmat sizlarga. Umrlaringni baraka toping. Kattalaring to'ylarga buyursin, kunlaringga buyursin. To'ylarga ochilib yopilsa. Ochilib yopilishlarda ham gap yo'q. Yaxshi, chiroyli. Nihoyatda ajoyib. Mana. Mana. Darvoza ochilishi ham yaxshi. Baquvvat. Yengil. Yoqili bir qator razmerlarga to'xtalib o'tilgan uchun razmerlar eniga 3,5 balandlik 3 holatda ikki tomoni adlanib tushasi 32 sentdan bo'lgan, ikki tomoniga balandligi 40 sent holatda bo'lgan. Hop, darvozamiz bir qator orqa tomonlarni ko'rsatib ko'rasizlar. Yopilishlari tomondan ovoz eshitiladi. Boshqa hech qanaqa ovoz yo'q. Erkavatli holatda xuddi shunday bo'ladi. Erkavatli holatda Ko'rib holatda tepadaga javoblar kiradi, quruqlar qo'ygan, kiras. Juda chiroyli va ko'zga ko'rgan ochilishlar. Bemalol oxirigacha ochiladi. Yopilishlari ham boq holatda juda chiroyli. Darvoza yopilgandan keyin joyida turadi. Darvoza joyida turadi, ochilib ketib, yopilib ketishini keltirib, sentr zavodini bekitib qo'ysa bo'ladi. Zavodda shamdillari ham katta, shu 38 ta shamdillari bo'lgan. Darvozaning oldi burchlarida o'rtada gullari ham to'la qurtdan bo'lgan, to'la. Mana bu yerlarni ko'rib turibsiz, original holatda, bu yerda to'rt qator zina ishlangan. Ikki shashave bir qator, bu qatorlari bilan ko'rib turibsiz, gullar ham o'ziga yarashgan, hamma yo'q. Xudo xohlasa joy-joyida bo'lgan, o'sha ikki yoqni aytilgandek. Pishirgan holatda yo'llarga bir yarim qo'yilgan. Tashqaridan ichkarilari ko'rinmasligi uchun albatta. Bunda murojaatlarimiz ekranlarda nomer qoldirib, bemalol murojaat qilaverasizlar. Dilshod Begusda doim xizmat qilamiz.